Da, YouTuber bo'lishni xohlaganman. Pul sarflab kurs sotib olishdan o'rniga YouTube'da ko'rganim yaxshi. Onam qarshilik qilgan, nima qilasan ishlab. Menimcha kerak emas bu soha senga degan. Top 100 talik ekanman, уже xursandman. Ko'tarilmasligimga degan. Mana shu joyda. Umuman montajlarimdan to'g'risi har doim ko'nglim to'lmaydi. Assalomu alaykum, Alisher. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Yaxshi, rahmat. Alisher, o'zingiz haqingizda qisqacha gapirib bering tomoshabinlarga. Ismim Alisher. 19 yoshdaman. Shu studentman, montajyorman, videografman. Nima tortib ketdi montajga? Adashmasam dasturchilikka o'qiysiz. Dasturchilikka o'qiyman. Montajga shu oldindan qiziqqanman. O'zi YouTuber bo'lmoqchi bo'lganman. YouTube uchun 2 ta video olganman, hali turibdi. Ko'rsataman. Здорово, дорогие друзья! Вы на канале Качман. Qiziqqanman, ko'p YouTuberlarni ko'rganman, shu orqali sohaga kirib kelganman. O'zi telefonda montaj qilib ko'rganman. Montaj qilganimda naviklarim va skilllarim yetmaganligi sababli o'zim tushunganman. Dadamga aytganman, mana shu narsaga qiziqyapman, nima qilsam bo'ladi deb so'raganman. Dadam shogirdlikka bergan fotostudiya, video studiyaga. Video studiyada taxminan 2 oy montaj qilishni o'rganib, umuman YouTuberlik maqsadim esimdan chiqib ketgan. To'g'ri qiyinroq edi ishi, sababi to'ylarga chiqardik, to'ylarda umuman yoqmasdi. To'ylarga chiqish yoqmagandan keyin, o'sha jonga teggandan keyin Toshkentga kelganman o'qishga. Bitta o'qishni davom ettirayotgan paytim shu menga ish chiqqan, eski tanishim bo'yicha, eski tanishim orqali ish chiqqan. Xohlasangiz birga ishlaymiz degan. Xo'p deb rozi bo'lib ishlaganman. Shtatga oylik oz edi u payt, 4 million so'm. Shu shtatda ishlayotgan davomida u payt faqat CapCut'da montaj qilardim. Telefonda montaj qilardim. Ular menga taklif qilishgan, o'sishni xohlasang biz senga sharoit qilib beramiz ishgan. Shunda men kurs oqtarishga tushganman. Kurs oqtarayotganimda mana shu Reels orqali Davron akaning Reels'i chiqqan, edit uchun olingan Reels. Keling sal orqa-orqa qaytsak. Farg'onaliman dedingiz. Nima ishlar qilgansiz Farg'onada media sohasiga kirib kelguncha? Mediaga kirib kelguncha menimcha uyda o'tirgan. Bekorchilik o'sha video o'yinlar o'ynab, vaqtimni behuda sarflab, lekin o'qirdim, yaxshi o'qirdim 9-sinfgacha. To'xtang, mana shu zo'r o'qiganman. Shu faqat uyda o'tirardim, ishlamaganman. Shu media sohasiga kirguncha menimcha hech qayerda ishlamaganman. Faqat telefonda video o'yinlar o'ynab. Video montaj deganda ko'pchilikning xayoliga to'ylarda, shunaqa marosimlarda videolarni montaj qilib beruvchi mutaxassis deb tushunishadi. Oila a'zolaringiz video montaj ustasi bo'lishingizga qarshilik qilishmaganmi? Qanaqa reaksiya bildirishgan? Boshida qarshilik qilishmagan. Boshida chunki o'zlari berishgan studiyaga. Lekin vaqt o'tgandan keyin ko'proq onam qarshilik qilgan. Sababi qanaqadir perspektiva yo'q edi. To'g'risi to'ylarda qanaqa perspektiva bo'lishi mumkin, bilmadim. Shu onam qarshilik qilgan, nima qilasan, ishlab qiynalyapsan, foyda yo'q. Undan ko'ra o'qishingni o'qi degan. Shu. Lekin dadam har doim podдержка qilgan. Onam ham har doim podдержка qiladi. Lekin shu taraflama menimcha o'sha to'g'ri tushuntirgan. Menimcha kerak emas bu soha senga degan. Juda zo'r. Demak siz ham onangizni aytganini qilib o'qishni ham o'qiyapsiz va o'zingiz orzularingizdan ham qolib ketmadingiz. Edit maktabini Instagram sahifasidan topib keldingiz. Kursga qo'shildingiz. O'qish jarayoni qanaqa bo'ldi? Birinchi qadamlar edit maktabida o'sha Shohjahon aka degan kollaborator bor edi, adashmasam. Ular bilan gaplashganman. Sotib olganimdan keyin menga dostуп berilgan. Birinchi saytga kirib, to'g'risi bunaqa sayt ko'rmaganman. Menimcha boshqa O'zbekistonda bunaqa sayt balkim bor, balkim yo'q, bilmayman. Kirib, birinchi demo darsdan keyin tushuntirilgan, Davron aka bilan tanishtirilgan, Davron akani o'zi qanchalik mutaxassisligini o'sha yerda his qilganman. O'zi polniy vizual, polniy konsepsiya did bilan ishlanganligi uchun menga juda ham yoqqan.
darslarni ko'rib, Premiere Pro'ni chuqurroq o'rganib, to'g'ri qiyinchilik bo'ladi. Lekin ketma-ketlik bo'yicha aytilgan narsalarni ketma-ket qilib, orqasidan sразу qaytarib, videolarni orqasidan qaytarib qilsangiz tezroq o'rganasiz. Davron aka o'zi ham aytgan. Adashmasam siz onlayn patogimizda o'qigansiz. Shunaqa. Onlayn kurs. Yozib olingan tayyor video darsliklar bor. И YouTube. Lekin u yoqda ham yozib olingan video darslar bor. Nimaga siz YouTubedan o'rganib ketmadingiz? Qanaqa farqi bor ekan? Edit maktabini video darslari bilan ochiq platformadagi darslar. Zo'r, men ham shu kurs sotib olishimdan oldin o'zi o'ylaganman. Nima qilaman, kurs sotib olib, pulimni sarflab, pul sarflab kurs sotib olishdan o'rniga YouTube'da ko'rganim yaxshi. Menimcha YouTube'da ham yetarli informatsiya bor deb o'ylaganman. Lekin harakatni boshlab, YouTube'dan o'rganishni boshlaganimda ma'lumot bir joyda emas, to'liq kurs bir kishini ko'rib butunlay bilib olaman degan narsa yo'qdi. Sababi har qayerdan o'rganish kerak, chalg'iysiz, просто esimdan chiqib qolgan, o'rganmaganman, hafsala qilmaganman, qiyindaqa tuyulgan. Shundan keyin menimcha bu ham qanaqadir talchoq bo'lgan, turtki bo'lgan kurs sotib olishimga. Edit maktabida hamma ketma-ketlik bo'yicha tushuntirilgan boshidan boshlab, o'sha noldan boshlaydigan insonlar uchun qilingan. Deyarli men ham noldan boshlaganman. O'sha ketma-ketligi zo'r bo'lgan, bosqichma-bosqich tushuntirib, yetkazib, hammasini o'sha menimcha qulayligi o'sha bitta joyda bir kishidan o'rganish baribir afzalligi bor. Xo'p, bilamiz, kurs onlayn bo'lsa, baribir bu yoqda sizda o'zingiz boshqarish, ya'ni disiplina deymiz, motivatsiyangiz tushib ketishi va ustingizdan nazorat va bu narsalar ham kerak. To'g'ri. Bunga fikringiz qanaqa? Edit maktabida oldingizmi shu narsalarni? Qisman oldim. Sababi to'g'ri onlayn kursda o'qiydiganlar ko'pchilik tashlavoradi. Oxirigacha ko'rmaydi, balkim kimdir sotib olib turib oxirigacha umuman kirib ham ochib ham ko'rmaydi. Shu o'rganish kerak. Agar onlayn kursda bo'lsa, haqiqatan disiplina kerak bo'ladi. Kuniga men o'rganayotgan paytim bir xil payt o'sha qoldirardim men ham. Darslarni 1-2 kun ko'rmasdan qolardim, lekin disiplina qilib, har kuni zadacha qo'yib, har kuni хотя бы bittadan dars ko'raman deb qattiq disiplina, qattiq qaror qabul qilib ko'rganman. Qo'llab-quvvatlash va sizni motivatsiyangiz ushlab turish qanaqa bo'lgan edit maktabida? Qo'llab-quvvatlashga kelsak, har doim onlayn, umuman xodimlar, ustozlar agar savollar tug'ilsa, gruppaga kirib bemalol savol berardim, sразу javob berishardi. Unda muammosiz. Supportlar ham zo'r. Qanaqadir muammolar tug'ilsa yoki savollar bo'lsa, ularga ham yozib, ular ham sразу javob berishadi. Motivatsiyaga keladigan bo'lsak, umuman edit maktabi platformasida shunaqa razdel bor, fishkalari bor. Yulduzchalar berishadi. Har bitta ko'rilgan videoga, har bitta topshirilgan topshiriqqa yulduzchalar beriladi. O'sha ham zo'r motivatsiya bo'lib ishlaydi. Qiziq. Sizni platformadagi reytingingiz aniqlab boriladi u yoqda. Siz nechinchi o'rinda edingiz? Faqat to'g'risini ayting. Ko'rib beraman. Birinchi o'rinda Bahodir M turar ekan. 210 bitta bilan. Top 100 talik ekanman, уже xursandman. 65-o'rinda ekan. 65. Nima sabab bo'ldi Alisher 65 ga tushib ketishingizga? Ko'tarilmasligimga. Sababi oxirigacha videolarni tugatmadim. Hali ham protsessdaman. Ish ko'pligidan ayniqsa mana shu oxirigacha tugatmadim, lekin tugatishim kerak обязательно, chunki go'shtli informatsiya hali ko'p. Eng so'q joyiga kelganman. Ish ko'p deyapsiz. Hali kursni tugatmasdan уже sizda yetarli ish bor, sizni band qilyapti. Bozorning holati qanaqa O'zbekistonda montajga bo'lgan talab? Montajga bo'lgan talab har kuni amin bo'lyapman. Ko'p zakazlar tushadi o'zi. Bir xillarni vaqt yetmaganligidan qabul qilmayman. Talab katta bozorda. 5 deadline'lar, ayniqsa deadline'larga ehtiyot bo'lish kerak.
Shu odamni nima qiynaydigan taraflari. No, zakazlar ko'p haqiqatdan. Men kurs tugatishimdan oldin ham topib, bemalol ishlab, hozir o'sha aytganimdek ikkita proyekt bilan ishlayapman. Bemalol. Undan tashqari ham Instagram orqali yozishadi. Edit maktabi orqali umuman vakansiyalar tashladi. Ulardan ham bemalol topsa bo'ladi. Umuman ishtiyoq bo'lsa bo'ldi. Xo'p, hozir qaysi loyihalarda ishlayapsiz? Ikkita loyiham bor. Bittasi Asia Techno, bittasi Boskar Garage Detailing. Asia Techno o'sha freelansga chiqqandan keyingi birinchi proyektim, birinchi loyiham. U bilan muammo bo'lmadi topish. Srazu shtatdan chiqib ketdim, freelansga o'tdim, tanishlarimga aytdim. Ular orqali chiqdi. Yig'gan portfoliyom, edit orqali qilgan portfoliyom, boshqa portfoliyomdan foydalanib, ularga ko'rsatdim. Ishim yoqdi. Hozirgacha mana 2-oy ketyapti, ishlayapmiz. Judayam ko'pchilikni qiziqtirgan, shaxsan o'zimni ham qiziqtirgan savol. Yaxshi to'layaptimi loyihalaringiz? Zo'r, men yoqyapti. Aniq sonlarda ayta olasizmi? Ayta olmayman. Montajda chiqaraman juda. Ha, aytgancha. Bu videoni o'zingiz montaj qilasiz, xabaringiz bor-a? Shunaqa o'zim montaj qilaman. Zo'r. Harakat qilib, zo'r qilib chiqaramiz. Hop, chiqdimi hozir qayerda chiqdi raqamlar? Mana bashta chiqadi. Zo'r. Chiqdimi? Video montajga kirib kelishdan oldingi Alisher bilan hozirgi Alisherni o'rtasidagi farq qay darajada? Farq katta. Aynan video montajdan oldingi holatimni eslasak, yosh bola edim u payt. Mayli, farq katta. Birinchi o'rinda video montajda nima o'rgandim? Disiplina. Disiplinaga katta ta'sir qiladi, chunki deadline'lar bor. Bu deadline'larni vaqtida topshirish kerak. Umuman hayotingizda menimcha katta rol o'ynaydi. Menga nima yoqdi, nima foydasi tegdi? Bu did shakllantirish. Did shakllantirishni ham shu joyda o'rgandim. Chunki o'zi bilmasdim qanaqa qilib chiroyli narsa qilishni. Shu video montaj orqali tushunib oldim. O'zi kreativ insonman deb o'ylamayman. Lekin harakat qilaman o'sha kreativ bo'lishga. Siz o'zingizni kreativ inson emas deb hisoblaysiz ekan. Edit maktabida didimni shakllantirdim deyapsiz. O'zi didni shakllantirish qanchalik qiyin jarayon? Hammaga har xil menimcha didni shakllantirish kimgadir qiziq, kimgadir qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Did shakllantirishda ko'proq o'sha praktika qilish, ko'rish kerak. Nasмотренность. Ko'rib, ko'p kreatorlar qiladigan narsalarni ko'rib, qaytarib ko'rsangiz, o'sha o'zingiz aytganingizdek, menimcha o'shanda shakllanadi. O'zi did bo'yicha alohida video bor kursda. O'shanda to'liq tushuntirilgan. Sizga yordam berdimi bu dars? 100%. Hozirgi holatingizdan qanchalik ko'nglingiz to'lyapti o'zingiz? Umuman montajlarimdan to'g'risi har doim ko'nglim to'lmaydi. O'zi menimcha hammada shunaqa muammo bor. Muammomi o'zi bilmadim. Bu nabarot odamni yaxshi tomonga turtki bo'ladi. Chunki o'zi qilayotgan ishingiz sizga yoqib tursa, menimcha o'sishdan to'xtab qolasiz. Agar sizga ishingiz yoqmasa, izlanishda davom etasiz, ko'rasiz. Shunaqa. Video montajni o'rganishni keyinga surib yurgan o'zingiz tengdoshlaringiz, video montajga qiziqadigan odamlar. Ularga nima deysiz? O'rganishni keyinchalikka surayotganlarga. Agar haqiqatdan qiziqish bo'lsa, ulug' bo'lsa, bosish kerak. Qulaylik bor. Uyda o'tirib pul topsangiz ham bo'ladi o'sha. Unaqa qiyinchiliksiz bemalol o'zingiz o'rningizni topib ketasiz. Shunaqa imkoniyatingiz bo'lganda, menimcha uni qoldirmaslik kerak. Bozorda talab katta, shuning uchun tezroq kirib o'rganish kerak menimcha shu sohaga. Rahmat Alisher javoblar uchun, kelganingiz uchun. Juda ham qiziq bo'ldi siz bilan suhbat. Shu videoni ko'rib turganlarga, montajni o'rganmoqchi bo'lganlarga tilaklaringiz va ichingizdagi gaplarni aytsangiz bo'ladi. Bemalol. O'zi birinchi o'rinda sizlarga rahmat, edit komandasiga, edit ustozlariga, umuman editni ustida ishlagan odamlarga katta rahmat. Shu maktab orqali biz bozorda o'z o'rnimizni topib, bemalol loyihalarni bajarib kelyapmiz. Tengdoshlarim, montajga qiziqib yurgan odamlarga tavsiyalarim, takliflarim: o'rganinglar. Xohlasanglar o'zingizlar o'rganinglar, xohlasanglar edit maktabi orqali agar vaqtdan yutmoqchi bo'lsanglar birinchi o'rinda
Chunki vaqtdan yutasiz kurs sotib olgandan keyin. O'zida ham motivatsiya bo'ladi. Ha. Bu orzungiz bo'lsa, orzungizni bironisi yarataman. Shu kasbim orqali, masalan, kimgadir qanaqadir informatsiya beraman, qanaqadir posыл beraman desangiz, o'zingizni fikringiz bo'lsa, shu kasb orqali siz o'zingizni gaplaringizni ifodalab, bemalol ommaga chiqishingiz mumkin. Shu hoziroq boshlash kerak. Rahmat. Naq qo'ying. Hammaga xayr.